Hammaga salom do'stlar, mening ismim Byor va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, biz har doimgidek mana banditni tagidamiz, lekin u menga qo'ng'iroq qilib aytib qoldi ertalab. Bilasizlarmi? Menga sovg'asi bor ekan. Hayronman, nima sovg'a bo'lishi mumkin? Meni o'zim juda ham ichim qizib ketyapti va sovg'a yonginamda turibdi, lekin uni ocha olmayman. Chunki aytdiki, "Ochma." Men o'zim aytaman qachon ochishni dedi, lekin nima bo'lishi mumkin ichida? Nima deb o'ylaysizlar? Balki qurollar? Yo'q, qurol bo'lishi mumkin emas. Balki bilmadim, pullarmikin, shuncha xizmat qilganim uchun. O'ylab ko'rish kerak, yaxshilab. Mayli, kelinglar, mana bularning hammasini hozir terib olamiz. Har kunga ishimizni qilishimiz kerak. Salom Ritel. Salom Bert, yaxshimisan? Ha, yaxshi. O'zing suvdan chiqib olay, charchamay yuribsanmi? Ha, hammasi bo'ladi. Sen nimaga suvga tushib yuribsan? Yiqilib ketdimda, ehtiyot bo'l, yana shamollab qolma. Ha, to'g'ri aytasan. Shundoq ham yiliga 12 marta shamollayman har oy. Ha. Do'stlar, bo'ldi, endi buni tashlashimiz kerak. Bizga urug'lar keragi yo'q va bo'ldi. Merni yoniga otlanamiz. Bo'pti. Mayli Ritel, charchama. Ha. Yaxshi, endi esa merga narsalarni topshirib, banditning yoniga borishimiz mumkin. Salom janob mer. Salom. Mana sizga olib keldim budoylarni. Ha, yaxshi. Bo'ldi, damingni olishing mumkin. Katta rahmat. Yaxshi do'stlar, endi ketamiz. Narsalarimizni olishimiz kerak, chunki instrumentlarsiz tushishni foydasi yo'q. Yana nimadir aytib qolishi mumkin. Keyin 2-3 marta yugurishimizga to'g'ri keladi. Olamiz, bo'ldi. Ovqat ham olib oldik. Chunki do'stimga nom berishim kerak. Esingizda bo'lsa, uni katta uyning tepasida qamab qo'yishgan. Oppa, mana bu yashik nimaga turibdi bu yerda, hayronman. Ichida hech narsa yo'q. 200 dan beri turibdi. Ha, mayli, mana bu yerga olib qo'yaylik. Yo'lning ustida turib xalaqit bermassin. Bo'ldi, endi tushamiz, hech kim yo'q. Okey, bu yerga tushish mumkin. Kim bilmasa, mana shu yerda banditni uyi joylashgan yer osti yo'l orqali tushish mumkin. Juda ham qiziqar ekan. Yer tagida narsa qurishga bo'ldi. Yana qorong'i bo'lyapti, tushunmadim. Axir men kecha fakellar qo'yib qo'yganim. Do'stlar, mana bu yerda fakellar bo'ladi. G'alati. Qani bu yerda koridor oxiridachi yo'q do'stlar. Tushunursin, mana bu yerda ham yopish kerak aytgancha. Jasad hali ham turibdi. Yana eshikni ochib qo'yishgan, chunki sasishni boshladi jasad. Juda ham qattiq. Mayli, nima bo'lgan bo'lsa, bular shunchaki yopib tashlaymiz. Albatta, shunchaki eshikni ochib qo'yishgan, chunki bu sasiq ichida bo'lmaydi. Mana bu yerni yopishimiz kerak. Narvonni sindirib tashlayman. Yo. Umid qilganimki politsiya topadi deb, lekin bilasizlarmi, bandit unchalik ham yomon yigitga o'xshamayapti. Shuning uchun ham politsiyaga bermay qo'ya qolay. Do'stlar, Jitelni o'ldirdi, lekin nima qilardik? Asosiysi men tirik qoldirdik-ku. Bo'ldi, yopamiz va bo'ldi. Jitelni o'limi uchun esa albatta javob beradi. Bu yerda bo'lmasa, boshqa joyda. Hozir esa o'zimiz tirik qolishimiz kerak. Mana bu yerda men fakellarni ko'p qoldirgandim. Yo'q hammasi. Mayli. Bu tarafda bu yerda ham yo'q. Tushunursan, ham yo'q, qop-qorong'i bo'lib yotibdi. Mayli. Ko'ramiz hali nima bo'lar ekan. Bu yerda tuzoqlarni qo'yib chiqsam, kim olar ekan fakellarni? Balki banditni o'zi olgandir. Bo'lishi mumkin. Mana bu yerda ham yo'q. Hech qayerda yo'q. Sandiqlar qoldirib ketgandim. Qani hammasi? Qutilar bor edi ichida narsalar bilan. Tushunmayapman do'stlar. Xo'sh. Vins, shu yerdamisan o'zi? Ha, kel. Nima bo'ldi? Narsalaringni yo'qotdim. Salom. Qaysi narsalarni? Ana qutilarni, xullas, mana bunga almashtirdim. Qurollar yana oldingmi? Ha. Qo'yil. Qutilar uchun zo'r. Ichidagi narsalar ham temir topgan ekansan, ko'mir. Hammasini sotdim. Mana narvon tepani yopib qo'ydim Jitelni uyiga chiqishni. To'g'ri qilibsan, shuni aytmoqchi edim. Endi esa uyingga borishing mumkin. Yo'q, senga sovg'a bor va do'stingni ozod qila qol. Yo'q, rostdanmi? Ozod qilishing mumkin. Katta rahmat senga, Vins. Mayli. Yordam berib tursang bo'lgani. Hech qanaqangi jinoiy ish bo'lmaydi. Sovg'ani ham ichini yaxshilab ochib ko'r. Mana do'stingni kaliti. Qafasni kaliti. Tezroq bor. Katta rahmat senga. Da bor. Do'stlar, qo'yil, men o'ylamagandim. Shunchaki qo'yib yubordi deb, rostdan unchalik ham yomon odamga o'xshamayapti. Endi esa bu yerdan chiqishimiz kerak. Qani ketdik, ochamiz va o'g'liga do'stlar. Men o'ylagandimki, hozir yana biror bir narsani aytadi, qurilish qilishimizga to'g'ri keladi. U esa shunchaki qo'yib yubordi dedi. Jitelni qo'yil. Hozir do'stimizni ozod qilamiz va politsiya chaqirishimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, men buni yaxshi deyishim mumkin, lekin do'stimga endi xavf tug'dirmayaptimi? Demak, politsiya chaqirishimiz mumkin. Endi ko'radi bizdan bu jinoyatchi. Qani ketdik. Hozir uni ozod qilamiz. Do'stlar, ichim qizib ketyapti. Nihoyat. Jitel, shu yerdamisan? Shu yerdaman. Nima bo'ldi? Men seni qutqarishga keldim. Tasavvur qilyapsanmi? Seni qo'yib yuborishni buyurdi. Yo'q. Mana kalt. Bu yer kalt bilan ochilmaydi. Rostdan nimaga unda kalt berdi? Shunchaki trolling qilyapti, ahmoq qilish uchun. Mayli, unda hozir kirka bilan ochaman, bo'ladimi? Davay, bo'ldi. Yaxshi, men ozodman. Jitel, bo'ldi. Charchama, mana senga ovqat kechroq kel, xo'pmi? Ana o'sha shashka partiyasini davom ettiramiz. Albatta. Men seni yana yutaman. Men ancha-muncha o'ynab skilllarimni oshirdim. Bu safar men yutaman. Ko'ramiz, bo'pti Jitel. Mayli, charchama. Do'stlar, qo'yil. Nihoyat hayot o'z
holiga qaytayotganga o'xshaydi. Tinchgina faqat sekin bosib yubordim. Tushunursa mayli, buni o'rniga hozir ekib qo'yamiz va bo'ldi. Ketdi. Ha, do'stlar, mana bu boshqa gap. Mana bu haqiqiy hayot, haqiqiy drive. Endi esa sog'ani ishni ko'ramiz va bu yerda nima bor ekan? Qani do'stlar, oshga tayyormisizlar? Men tayyorman. Qani, 1 2 3 va ochamiz. Qani, like bosinglar videoga, chunki likesiz nima tushdi? Tushunmadim. Nima? Yo'q. Bular nima bo'ldi? Stop. Qurilish materiallari va hozir o'qiymiz va magazin qur. Tushunmadim do'stlar. Magazin qur biznes. Ha do'stlar, magazin qur oyog'i biznes bo'ladi. Tushunursan, rostdan ham do'stlar, axir magazin qurishimiz mumkin, lekin bilasizlarmi, qishloqda magazin qurib bo'lmaydi, chunki jritlar yomon ular. Magazin talon-taroj qilishadi, lekin biz magazin qursak, banditni qurollari bor. U himoya qilishi mumkin bizni magazinni va bemalol bo'ldi jritlar, biz magazin quramiz. Bilasan-ku magazin nima qilishimizni? Lekin bu safar emas. Tak, mana shu yerda qursak bo'ladi, chunki bu meni maydonim. Esingizda bo'lsa, qaysidir videolarning birida men qurgandim va bu yerda endi meni binoyim bo'lgani uchun uni qayta ta'mirlashim mumkin. Va magazin holiga keltirganimdan so'ng bu yerga tovarlar olib kelamiz. Shunda boyib ketishimiz aniq do'stlar. Qani, bo'ldi, endi tablichkani olib tashlaymiz. Bu yer boshqa sotilmaydi. Yaxshi. Mana bu deraza siniqlarini ham olib tashlashimiz kerak. Bu bizga kerak emas. Bunisiga ham o'rniga katta chiroyli derazalarni ko'rdim. Do'stlar, videoga like bosishni unutmanglar, chunki bu juda ham muhim. Shundagina keyingi videolar yana ham qiziqroq chiqa boshlaydi. Bularni olib tashlaymiz bo'ldi. Menimcha butuncha daraxtni chopib tashlasak ham bo'ladi, chunki nima kerak bu yerda? Shunchaki oynalarni yopgan qoladi, xolos. Bizga esa derazalar yaxshigina turishi kerak. Endi kelinglar, birinchi bloklarni qo'yishni boshlaymiz. Birinchi qator, birinchi bloklar. Yaxshi, mana shu tarzda qo'ysak, shularni ustiga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Tak, bu daraxtni olamiz va tepaga chiqamiz. Okey. Endi esa bu tarafdan o'rnatib chiqishimiz mumkin, ramka bo'lishi uchun mana bunday va o'rtaga derazalarni qo'yamiz. Qani deraza? Yana to'qilgandan keyin chiroylisidan romblar bilan ajoyib. Buni bu yerga o'rnatishdan uyalmasak bo'ladi, chunki magazinimiz mana shunday chiroyli bo'ladi. Bu yerda noto'g'ri ketdi. Mana bu do'stlar stil. Mana buni dizayn desa bo'ladi. Menga bunaqangi magazin yoqadi. Men bu yerda kerak bo'lsa umrbod ishlab, umrbod ishlab bermayman, lekin ancha yillar qolishim aniq. Tak, bo'ldi. Bu yerlardan esa joy qoldirmasdan shunchaki ikkitalik katta deraza qo'yamiz va bo'ldi. Ajoyib, bu tarafda ham va mana bu do'stlar stil. Faqatgina ustachilik quroli bilan ozgina mana bu katta bloklarni olib tashlasak bo'lgan. Endi esa tomni yopishimiz kerak, chunki tomni yopmasak bo'lmaydi. Bo'ldi. Hamma yog'i chiroyli bo'ldi. Endi bemalol bu yerda sotuv qilishimiz mumkin degan bo'lardim, lekin tomni oxirgacha yopmadik. Biz faqatgina ramkalarni qo'yib chiqdik. Endi esa tomni faqatgina qanday yopishni bilmayapman. Mana bu daraxt bilan yopsa bo'ladi, lekin juda ham ko'p ketadi. Shuning uchun ham kelinglar, vaqtinchalikka shunchaki oddiy doskalar bilan qo'yib chiqaman, keyin esa boshqa birortani chaqiraman. Sekin bo'ldi. Tak, lekin bu magazin baribir ham banditniki bo'lsa kerak. Bilmadim, aql yetsa kerak sotuv qilishga, lekin baribir ham qo'rqchi bizga kerak. Buni qaranglar, jritlar, ko'ryapsizlarmi? Do'kon ochamiz. Kutib turibmiz qachon talon-taroj qilishni. Ko'rdinglarmi do'stlar? Jritlar bu yerda nima desam ekan, hamma narsa umumiy degan xayol bilan yashashadi. Ya'ni do'kon ochasizlarmi, nima qilsanglar ham bepulga xohlagan narsani olib ketish mumkin deyishadi. Bu jritlarning qonida bor. Ular eng boshdan millat sifatida tug'ilganda shunday qilib kelishgan. Mayli, nima ham qilar. Lekin bizda qurollangan qo'rqchi bo'lsa, ko'ramiz qani kimni duxi yetarkin bu yerdagi qishloqliklardan o'g'irlashga bizni narsalarimizni. Xo'sh, bo'ldi. Yana olsa ham mayli edi, iltimos qilib so'rasa yo'q do'stlar, nagli olib ketishadi. Shuning uchun ham bu yerda biznes umuman rivojlanmaydi bu qishloqlarda. Shuning uchun ham tak, hamma shaharga ketadi. Bu yerda nima qilsak ekan? Polni shu turish qoldirsamki, nima deysizlar? Menimcha unchalik ham yomon emas, toshdan bo'ladi, hammasi bir xil stil. Tak, qani endi bizda polkalarni o'rnatib chiqamiz. Mana qayerdan olgan ekan shuncha narsani va yashiklarimizni yo'qotishdan sabab. Tak, bu tarafda joy yetadimi? Mana shu narsalarni olish bo'lgan. Do'stlar, bandit rostdan ham yomon emas, lekin do'stini o'ldirgani baribir ham qanday kechirishni bilmayapman. Mayli. Tak, qani endi bu yerga yana polkalarni qo'yib chiqamiz. Menimcha tepadan yetsa kerak, chunki kakras 20 ta Oshqani mana bu yoqqa bitta, ikkita, uchta. Do'stlar, buni qaranglar, rostdan ham yetadiganga o'xshaydi. Do'stlar, yetdi. Qoyil hammasi hisoblangan ekan. Okey, endi tagidan nima qo'yishni bilmayapman, chunki bizga biror nima kerak bo'ladi. Masalan, stollarni qo'ysak, oddiy yog'och va bu yerda kassa oldida o'tirish uchun ham bizga mebellar kerak bo'ladi. Shularni olib kelishimiz kerak. Hozir faqatgina pulim oz qolgan, chunki tak, bu yerda mana izomlotlar bor. Xo'sh, ajoyib. Dollarlarimni esa bilmadim, hammasini Vince olib ketib qolgan bandit. Narsa mayli, lekin umid qilamanki, hozir magazindan ko'proq ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Tak, stop, noto'g'ri tarafga ketyapman. Yo, biz mana bu yerdan olishimiz kerak. Mebellar bu tarafda. Tak. Salom, jritel. Salom. Menga mebel kerak. Davay, olaver istaganingni.
Xo'sh. Bu yerda nimalar bor ekan? Ha, mana shu ko'tarib tura oladi menimcha. Bu yerda yana bizda mana bu yomon emas. Mana shundan olamiz va qani yana. Hoppa, yo'q. Bu ha, mana shu kul rangidan olamiz. Chiroyli bo'ladi do'stlar magazinimiz. Okey do'stlar, let's go. Endi biz magazinimizni open qilishimiz kerak va u yerda make money pal up qilishimiz kerak. Ha do'stlar, pal up degani pul up deb yoziladi va ha do'stlar, u pul haqida. Pul degan so'z bo'lsa ham bu inglizcha so'z va pul ko'tarish degani. Ha, mana bularni olamiz. Nima? U yerda hozir 6400 turibdimi? Do'stlar, men albatta tushunaman, lekin kim tashlab ketgan bo'lishi mumkin? Bandit tashlab ketgan bo'lsa kerak. Xizmatlarim uchun menimcha. Shuncha pul do'stlar. Rostdan ham falab qildik. Qoyil, mayli kameralarni o'rnatamiz. Do'stlar, nima deysizlar? Balki qochib ketarmiz, qishloqdan yoki yo'q do'stlar, qochib ketsam baribir bu meni topib bo'ladi shu yerda. Qandaydir qilib buni aldab-suldab qochishimiz kerak rostdan, lekin bilmadim. Mana shunday tursa kerak. Bu yerda esa ikkitalik qo'yaman, keyinchalik yana bittasini olib kelsak bo'ladi-ku. Lekin bilmadim. Mana bunday va yo'q, bu yoqqa tumbuchkani qo'yish kerak edi. Xo'sh, qani bolta, yaxshi olib tashlaymiz. Mana bu yoqqa tumbuchka uzoq bo'lib qoldi. Okey, tak, qani kirka. Olishimiz kerak bo'ldi buni. Endi xo'sh, mana bu bilan almashtiramiz. Mana yaxshi. Mana shunday o'tirish mumkin, oyoqqa xalaqit bermaydi, lekin qo'limizni qo'yishimiz uchun mana bu yerga yana ikkita stoldan qo'yamiz va bo'ldi. Mana shunday ishlashimiz mumkin. Qo'yil, endi tovar olib kelish qoldi.